O'zi bu dacha g'alatiroqmi? Haqiqatdan. Nimadir bo'lmaganmi? O'zi egasi ham eshitdi. Nega arzon aytyapti bu dachani dedim. Men aytmayapti. Mana buni qarang. Anchadan bir odam ko'nab chekib berdi. Odam yuriga g'ovla solib qo'yding. Tursam-da, boyag'ini xotin ham aytdi-ku, bu dachani olmanglar, bexosiyat dacha dedi. Qarang ahvolini, odam kirmagan bu yerga. U gapiraveradi. Balki ko'rolmayotgandir. O'zini uyiga hech kim kirmayotgan bo'lsa. Nega mana binoyli dacha? Bu basseynda cho'milmang. Cho'milsangiz 25 yilga qarib qolasiz. Oysa! Basseynda cho'milmagin. Odam ketdi. Hasenga chiqib qolgan. Va? Ketmadingmi? Chiqarishdan qo'rqma. Qachon keldingiz? Hozir. Aslida bularni hammasini xotin o'ylab topgan ekan. Tvarrok. O'joy iltimos. Tugadi.